O'zgalar parvarishga muhtoj yolg'iz shaxslar reyestri nima va unga kimlar kiritiladi? Reyestrga o'zgalar parvarishga muhtoj bo'lgan yolg'iz keksalar hamda nogironligi bo'lgan shaxslar kiritiladi va ularga quyidagi ijtimoiy xizmatlar ko'rsatiladi. Quyida ijtimoiy yordam, ijtimoiy xodim assistentlari tomonidan oziq-ovqat, dori xaridi, tibbiy muassasaga olib borish, uy tozalash va oziq-ovqat tayyorlash kabi xizmatlar ko'rsatiladi. Gigiyena va dezinfeksiya tuman shahar sanitariya va epidemiologiya bo'limlari tomonidan agar fuqaro ijarada yoki qarindoshinikida yashayotgan bo'lsa ham bepul amalga oshiriladi. Chiqindi chiqarish va sanitariya tozalash davlat tomonidan imtiyozli tartibda amalga oshiriladi. O'zgalar parvarishga muhtoj bo'lgan nogironlar yashash joyida dezinfeksiya turlari bepul ko'rsatiladi. Hamrohlik va yo'l haqi uchun kompensatsiya ijtimoiy xodimlarga bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravari. Hamrohlik xizmatlari uchun bazaviy hisoblash miqdorining 10% miqdorida qo'shimcha to'lov beriladi. Psixologik, huquqiy va tibbiy maslahatlar inson markazlari tomonidan bepul taqdim etiladi. O'zgalar parvarishga muhtoj bo'lgan yolg'iz keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslarga ko'rsatiladigan ijtimoiy xizmatlar va yordamlar haqida batafsil ma'lumot olish uchun Huquq+So'z veb portalida ushbu maqolani o'qib chiqishingiz mumkin.